Hurmatli obunachilar, 8 ta ho'kizimiz bor. Yem yeyapti hozir. Kecha 2 ta ho'kiz olib keldik. 25 million, 50 millionga olib keldik. Mana bu ikkalasi. Mana bu ikkinchisi. Mana shu bilan mana bu. Ikkalasining bo'yi 1.40 bo'lsa kerak. Bizning ho'kizlarimizga ahamiyat bergan bo'lsalaring, rangi boshqacha, sariqligi, qoraligi bilinib turibdi. Lekin bulardagi boshqacha rang. Arziydimi? So'yilgan videosini ham qo'yamiz, kilosini ham qo'yamiz, hamma jarayoni bor bo'ladi. Orqa tomoni. Ahamiyat beringlar, arziydimi? Kilosiga taxminan aytinglar. Hozir bu quyosh xalaqit berayotgani uchun bu yaxshi ko'rinmayapti. Mana obunachilar